Hozir juda ham xursand bo'ldim. Mamashani o'zi bilan qo'shib men ham xursand bo'lib ketdim. Ikkita egiz qizlari bor uyda, undan tashqari bitta o'g'illari bor. Bu 3-homiladorligi. Demak, ikkita egiz qiz bor va bitta o'g'il bola bor uylarida. Kichkina srokda keluvdilar, skrinni birinchi skrinda etmayman degandim. O'zim ozgina podozreniya qildim. Ikkinchi skrinda kelganingizni aytaman dedim. Hozir ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Bu pastda turgani qiz. Tepada turganimiz o'g'il bola. Ko'rdinglar? Mashalloh deb qo'yinglar. O'g'il bolaligi podozreniya qildim, lekin aytmay turdim. Kattaroq bo'lsin deb. Bu qiz, o'g'il. Bular ikkita qopli, ikkita yo'ldoshli homilamiz. Ko'ryapsizlar? Demak, bizada xudo xolasa uyda ikkita egizak qiz, bu egizaklarimiz bitta qiz, bitta o'g'il, yana bitta o'g'ilchamiz bor. 2 o'g'il, 3 qiz bo'ladi, xudo xolasa. O'zlari juda ham yosh mamashamiz. Ana, sog'lom o'syapti. Mashalloh deb qo'yinglar. Hammaga shunaqa egiz farzandlar nasib qilsin. Sog' bo'linglar.